bir çatakva degan gap. Agar adil bo'lsang, ahli adolat bo'lsang, o'zingni har qanday so'rinda oqlashning hech qanday zarurati yo'q degan gap. Bugun sening nepet ham nepet to'shigan parxoding tutilib qoldi Koreyaga. Bugun sening markaziy komitetning Chayba-Chavshan yo'llagan Chavshan to'g'risiga o'jiting tutilib qoldi Amerikada. Masalan, Amerikada erkinlik minar geziti buni esin. Endi hozir sen bu masalalarga nima deb Amerikaga javob qaytarsan? Amerikadan oldin yuzing tushdi, oshkor bo'lib qolding. Amerika Qo'shma Shtatlariga nima deyishing mumkin? Bu qatam prezident Trump bilan qayerda uchrashsangcha qanday uchrashib ko'rishishing mumkin? Ey Junguliq apandi, fosh bo'lib qoldi. Materiallaring fosh bo'lib qoldi. Endilikdagi masala shunga, eliqi boshun to'g'ri bitining deganidek, yuqorqi biz sanab o'tgan Tayvan masalasi, energiya masalasi degandek masalalarda Chavshan orqali besim ishlatmoqchi deydigan gapning o'zi bu logikada siyosatda oqmaydi. Chunki bu mantiq emas. Chunki bu hozir oshkora tema. Amerika Qo'shma Shtatlari bu to'g'ri siyosat belgilab qoldi. Ya urush, ya tinchlik tanlab oldi. Tushunarmi? En ahirki hesapta hazır bu arlık ne? Mesela sezgür müşündek bir peytte, Cungo hükümeti tutulup kalgan bir peytte, Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosiy qanday o'zgarish bo'ladi degan eng asosli nuqtaga kelgan bir paytda, burilish hosil qilish payti kelgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi Avom palatasi Tayvan saylasa qonunni ma'qul.